Hududlarda 5 tashabbus olimpiadasining 2-mavsumi doirasidagi sport musobaqalari, intellektual o'yinlar keng qamrovda tashkil etilmoqda. Jumladan, joriy yilning 15-sentyabridan respublikamizning barcha hududlarida mahalladagi yoshlar o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasining 2-mavsumiga start berilmoqda. Mazkur musobaqalar Bo'stonliq tumanidagi 13-sonli umumta'lim maktabida namunali tarzda o'tkazildi. Musobaqaning ochilish marosimida Yoshlar ishlari agentligi 5 tashabbus loyihasi muvofiqlashtirish boshqarmasi boshlig'i so'zga chiqib, ishtirokchilarga omad tiladi. Mahalla nuroniylari yoshlardan umidlari katta ekani, yoshlarning nafaqat mahallalar aro, balki viloyat, kerak bo'lsa respublika bo'ylab yuqori o'rinlarni egallashlariga umid bildirishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-apreldagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida muntazam ravishda o'tkazib kelayotgan 5 tashabbus olimpiadasini ikkinchi bosqichini mahalla bosqichiga start berildi. Aynan 5 tashabbus olimpiadasining bu yilgi o'tkazilishi oldingilaridan farq qiladi. Sababi mahalla yoshlari alohida, maktab yoshlari, maktab o'quvchilari o'rtasida, bundan tashqari oliy ta'lim talabalari o'rtasida, professional ta'lim talabalari o'rtasida o'tkazilishi belgilandi. Ro'yxatdan o'tishlari uchun 5 tashabbus platformasi ishga tushgan. Shu platforma orqali Toshkent viloyatining 250 mingdan oshiq yoshlari aynan sportning 3 ta turi bo'yicha ro'yxatdan o'tib, qatnashish uchun o'zlarini istaklarini bildirib o'tishgan. Voleybol, erkin kurash, zakovat intellektual o'yinlarida mahalla yigit-qizlari faol ishtirok etib, o'z bilimlari, kuch va shijoatlarini namoyish etib, yuqori o'rinlarni egallashdi. Bellashuvda 300 dan ortiq yoshlar ishtirok etdi. Mahallada jami 450 nafar yosh bo'lsa, shundan 400 ga yaqin nafari o'z xohishi bilan elektron ro'yxatdan o'tib, botdan o'tishgan. 5 ta sport yo'nalishi va ma'naviy ma'rifat, zakovat, zamonaviy cholg'u asboblari bo'yicha yo'nalishlardan ro'yxatdan o'tib, hozirgi kunda ko'rib tursiz, jarayonlar ketyapti. Yoshlar tushunib olyaptiki, 5 tashabbus bu har taraflama, faqat o'ziga, mahallasiga, tuman, respublikaga foydasi keladigan tadbirlardan biri ekanligini o'zlari bilib, tanishib borishyapti. 5 tashabbus olimpiadasida ishtirok etishga keldik. 16-21 yoshli toifasida. Xudo xolisa mahalla bosqichini yutib sektorga yo'llanmani olish niyatimiz bor. Xudo xolisa sektorni ham yutib, tuman viloyatda olib, respublikani ham yutib, o'zimizning mahallamizga Fazogir MFIga sport majmuasini qurdirish niyatimiz bor. Eslatib o'tamiz, olimpiadaning ushbu mavsumi sentyabr-dekabr oylarida o'tkazilishi belgilangan bo'lib, unda yoshlar san'at, madaniyat, sport, kitobxonlik va intellektual o'yin yo'nalishidagi musobaqa va tanlovlarda qatnashadilar.